Bu surani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayit kunlarida o'qidilar. Imom Muslimda hadis keladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Waqid al-Laysiyga aytganlar: "Ma kana yaqra'u bihi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fil adha wal fitr." Rasululloh Idul Azha va Idul Fitrda qaysi suralarni o'qidilar deb so'raganlar Umar radhiyallohu anhu. Abu Waqid al-Laysi aytadilarki, shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayit namozlarida Qof val Qur'anul Majid va iqtarabatis sa'atu va inshaqqal qamar suralarini o'qidilar deganlar. Demak, Qof va Qamar suralarini hayit namozlarida o'qiganlar. Sabab nima? Bu suralarni Qof surasini xossatan mana hayit namozida o'qilganligini. Chunki bu suralarda ichida qayta tirilish, oxirat masalalari zikr qilinadi. Hammaga kerakli. Odam hayotda maqsadini eslatib turish. Qayta shu uchun hayit namozlarida o'qiganlar. Faxrur Rozi o'zlarini Mafatihul G'oyb kitobida aytganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima uchun hayit namozlarida bu surani o'qiganliklarini? Chunki odamlar hayitga hamma tomondan chiqib kelishadi mana erta tongdan. Hayit bo'lsa bilamiz, erta tongdan hamma ko'chada ko'rasiz, har joydan yig'ila boshlaydi hayit maydoniga yoki masjidlarga. Uyqudan turib uyg'onib kela boshlaydi hamma. Shoh ham, gado ham hamma bir xil bir joyga yig'iladi. Qizig'i Qof surasida inson mahsharga yig'ilishi 3 marta zikr qilingan. Birinchisi Qof surasining 11-oyatida Alloh taolo kadalikal xuruj deydi. Ana shunday chiqib kelasizlar sizlar har ertaga mahshar maydoniga ham deydi. Ikkinchisi Qof surasining 42-oyatida zalika yawmul xuruj deydi Alloh. Bu kun chiqib kelish kunidir deydi. Ya'ni mahshar maydoniga chiqib kelish kuni. Uchinchisi Qof surasining 44-oyatida zalika hashrun alayna yasir. Bunaqa qilib odamlarni to'dalash bizga oson deydi. Ko'ryapsizmi mana? Qof surasining 3 ta o'rnida mahshar maydoniga yig'ilish haqida gap bor. Fahri Rozi aytganlarki, bu hayitda nima uchun mana shu sura o'qilishligini bir hikmati bo'lsa kerak deydilar. Ya'ni hayitga ham mana qarang. Alloh shunday odamlarni chaqirsa, odamlar yig'ilib kelyapti. Qiziq joyi, mana o'zimiz jamiyatlarda ham ko'rasiz, umrida namoz o'qimaydigan odam hayit kuni erta tongdan turib masjidlarga sig'may ketadi odamlar. Yo'llardacha o'tirib olib namoz o'qishadi. Mana shu ishoraki, hayit insonga mahsharga yig'ilishni eslatish kerak. Qaragin, sen mana Robbingni chaqirig'i bilan hali dunyoda kelyapsan mana qara. Robbing chaqirganda seni payg'ambar orqali, payg'ambar chaqirgandilar, hayit namoziga, masjidga yoki maydonga yig'il degandilar, hammang yig'ilyapsan. Osonmikan Allohga yig'ib qo'yishlik? Umrida namoz o'qimayotgan odamlar ham hayitga boradi. Hatto ko'rasiz, prezidentlar hayitga boradi ba'zi davlatlarda. Allohga osonmikan odamzodni hammasini bir joyga to'dalab qo'yish? Ana shu mahsharga ham seni to'dalab qo'yish batariqa a'lo Allohga oson deyapti. Zalika hashrun alayna yasir. Bu bizga juda ham oson mahsharga odamlarni to'dalab qo'yish. Chunki dunyoda seni to'dalab qo'yapti, hali ixtiyoring o'zingda bo'lgan holatingda. Mahsharda esa ixtiyoring yo'q seni. Majburan Alloh to'dalab qo'yadi. Hamma ertalabdan turib uyg'onib kelishligi ham hamma qiyomat tongida go'ridan turib kelishligiga o'xshaydi. Hamma bir joyga yig'iladi. Shoh ham, gado ham. Hayit kunida, mahsharda ham xuddi shunday. Hamma bir joyga yig'iladi, shoh ham, gado ham. Hayitda hech kim gapirmaydi, faqat imom gapiradi, hamma eshitadi qolganlar. Mahshar maydonida ham xuddi shunday. Hech kim gapirmaydi. Faqatgina payg'ambarlar va ulamolar gapiradi. Rahmon izn bergan zotlar gapiradi. Demak, hayitni mahsharga o'xshashlik qirralari ko'p. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mahshar zikri kelgan mana shu Qof surasini hayit namozida o'qidilar. Yana Faxri Rozi aytadilarki, bunda bir eslatma berardilar, hayit odamlarga o'yin kulgu deb fahsh munkarga aylanib ketmasligi kerak. Shuning uchun mahsharda eslatib turiladi. Odatda shunday bo'ladi ham. Xususan mana arab diyorlariga qarasangiz, hayit odamlarga harom harish kuni bo'lib ketadi. Hamma ayollar yarim yalang'och bo'lib ko'chalarga chiqqan, erkaklar ham o'yin kulgu qilib qo'shiqlar qo'yib yurishgan, mashinalar minib. Hayit harom harish kuniga aylanib ketadi. Ana shunaqa bo'lmasligi uchun hayit kunida Qof surasini o'qib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutba qilganlar, imom o'tganlar. Maqsad unda ichidagi ahkomlarni eslatib odamlarga hayitni harom kunga aylantirmaslik. Shuning uchun ham Qof suralari va Qamar suralarini o'qiganlar hayitlarda.